Masapsariq turgani dufupi taqamizlar tuqqanlar mayli tamoq qilayni ya pishiriq qilayni tuxumni ishiltadigan yerlar yamajikka munaq tuxumni yansay qilgani ko'yami tuqqanlar. Ma filmni ko'ramizlar armandili qalanlar juma tuqqanlar bir tölmede ikki paxtaga mana tuxum poshkili qilishni, uningdagi yansay qilishni ko'ramiz. 1 minut vaqtlar ketadi. Buningga tuxum muvofiq miqdori tuz, kraxmal suyili ketadi. Juma bu kraxmalni to'liq tanishvamizlar. Am buni qilamadim deslar filmni ko'rmabdi ola deyman juma tuqqanlar. Har bunday yo'g'a ishlarni qilgan odamlarning buni qilamag'idaklar deyman. Men ishimni cho'qim qila olaylar, cho'qim sinab baqsizlar. Başta oyoq o'tini so'z qilimiz juma tuqqanlar, nafs qislar bir tarafni olib sharslarmi bo'layverdi o'rmeychi, o'ralaydiganlar o'rib qislar bo'ldi, qilnara qislar ham cho'qim o'ri qo'ylar. Hozir yurak berib yulduz belgisini besib saqlab qo'ysa tuqqanlar ham bizg'u ara yo'liga filmimizni hargiz yuyavermaymiz, ammo film uyg'urcha bo'lgandiki yo'l ketishi mumkin-chi. Endi qaynoq suvga tuz bilan yog' qo'yib, aka qizil lozimlar palakni 15 sekund bes qo'ytirlar, juma hargiz qaynavatmaylar tuqqanlar. Anadagi muzdek suvda amda chaqaveramiz. Savzini tuzga bes qo'ysaqla bo'ldim. Am bir-birlab solamiz mana. Matuxumni ko'rsatib bir xil chiroyliqa. Tusaldim aka shangchovejon ochiq suv lozim aylanday qo'yib, umaq qo'llarlar bilan amda ilashtirib bir tuzni tetavirib taqsiga aslali bo'ldi juma tuqqanlar. Yaxshi mema tomoq ustida polomalar yansay qilgan meni kim kipti demaylar. Al-Nuriniki qo'mildagi bosh vakolatchisi Dilshod aka. Al-Nuriniki bashti xoli oshxona ulini yama ishlatuvchi qo'mildi. Do'kon, oshxona, restoranlarda o'g'ay. Shunga mening ishiltib paqqim kip. Am buningda birinchisi mahsulot yaxshi, ikkinchisi adam yaxshi.